uyingizni tozalang. Ya'ni barakaga ochilishi xohlayapsizmi? Avvalambor uyingizdagi keraksiz, ishlatilmayotgan jihozlarni, barcha kiyim, kechak, poyabzal, hamma keraksiz narsalarni chiqarib tashlashingiz yoki-da yaqinlaringizga tarqatib yuborishingiz lozim. Nima uchun? Men bu haqiqatni bilib yetgan paytimda shu narsaga amin bo'ldimki, uyimda qanchalik ko'p eski narsalarim ko'payib ketsa, yangi imkoniyatlar yo'li yopilgan. Masalan, deylik, kiyimlar ko'p bo'lsa, eski, hali kiymaydigan, shunchaki osib qo'ysangiz kiyimlarni va siz yangi kiyimlarga ochila olmaysiz. Yoki-da eski bo'lgan jihozlaringiz yanada ko'payib ketsa, yangi jihozlarni ola olmaysiz. Sababi ichingizda mana shu sotib olgan narsalaringizga nisbatan ma'lum bir hissiyotlar, energiya bog'langan bo'ladi. Ya'ni mana shu jihozlarni sotib olayotganda ma'lum bir hislar va ma'lum bir energiya bilan sotib olasiz. Agarda siz energiya yo'lini tozalamasangiz, energiya yo'lini ochmaydigan bo'lsangiz, uyingizda baraka bo'lmaydi. Buni shaxsan hayotingizda kuzatishingiz mumkin. Shuning uchun ham sizga beradigan bugungi amaliyotim aynan barakaga ochilishni xohlayapsizmi? Hayotingizda daromadlar yuqori bo'lishini xohlaysizmi? Uyingizni nazorat qiling. Uyingizdagi keraksiz bo'lib yotgan kiyim, poyabzal yoki eski tuski narsalarni yaqinlaringizga jo'nating yoki-da umuman uyingizdan yo'qoting bu narsalarni. Undan keyin esa sizda yangi energiya oqimi ochiladi, hayotingizga baraka kirib keladi hamda qalbingiz ham xotirjam bo'ladi. Bu holatni aynan telefonni xotirasini tozalashga o'xshataman. Deylik, telefoningiz qotib ishlayapti. Mana shunaqa jarayonda asabingiz chiqadi, jahlingiz chiqadi. Telefonni bitta tozalab yuborsangiz, yengil bo'lib qoladi telefon va bemalol ishlatasiz, xotirjam bo'lasiz. Xuddi shunday qalbingizni ham bog'liq bo'lgan, ya'ni hissiyotlardan uzish payti keldi. Shuning uchun ham uyingizni tozalang.